Assalomu alaykum hurmatli chorvaga ishqiboz akalar. Bundan oldingi videomizda sizlarga Shvets zoti haqida ma'lumot berib o'tgandik. Bugun biz sizlarga Belgiyskiy chempion zoti haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu fikrimizga 2025-yil sun'iy urug'lantirish yo'li bilan Belgiyskiy chempion zotidan urug'lantirgandik. Mana buzog'imiz tug'ildi. Ko'rib turganlaringdek juda chiroyli tug'ildi buzog'imiz. Bu buzog'imizning otasini sizlarga ko'rsataman. Yaqinroq. Mana otasi. Ko'rib turganlaringdek birga biri o'xshash. Belgiyskiy chempion zoti muskuldor zot hisoblanadi. Mana dumbalarni ko'ryapsizlarmi, muskullarni? Qanday rivojlangan. Buzog'imizda ham mana muskullar rivojlanish boshlaydi. Belgiyskiy chempion zotimiz bo'sh yo'nalishdagi zot hisoblanadi. Bolalarning tirik vazni 1,5 tonnagacha bo'ladi. Go'sht ham juda mazali bo'ladi. Videoga like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda qanday zot haqida ma'lumot berib ketaylik? Kommentariyaga yozib keting.